Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va kanalimiz, gruppamiz a'zolari. Bugungi suhbatimiz salomatlikni tiklash mavzusida, tuzalish mavzusidagi suhbatimizni 4-si. Tuzalishning shartlarini sanab o'tgan edik birinchi mavzumizda. Demak, bu diagnostika, to'g'ri adekvat davolanish va ishonch. Bugungi suhbatimiz ishonch to'g'risida. To'g'ri diagnostika to'g'risida, to'g'ri diagnoz to'g'ri bo'lish uchun nima qilish kerakligi to'g'risida, davo adekvat to'g'ri ketishligi uchun nima qilish kerakligi to'g'risida suhbatlashganmiz. Bu suhbatlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda, kanalimizda, gruppamizda turibdi. Bugungi suhbatimiz ishonch to'g'risida. Ya'ni tuzalib ketishni, to'g'ri davolanishni asosiy shartlaridan bittasi bu ishonch sharti. Ishonch avvalasi haqqoniy bo'lishi kerak, ya'ni realniy bo'lishi kerak. Illyuziyorniy bo'lmaslik kerak, illyuziyaga asoslangan bo'lmaslik kerak va fantastik bo'lmaslik kerak. Ishonch haqqoniy, sog'lom ishonch bo'lishi kerak. Endi ishonch haqqoniy, sog'lom bo'lishligi uchun nimalarga e'tibor qilinadi? Ya'ni samimiylikni, ishonchni shartlari bor. Eng birinchi sharti bu rostgo'ylik. Ikkinchi sharti ixlos, xolislik. Uchinchi sharti erkinlik. To'rtinchi sharti anglash. Ana shu 4ta sharti bajarilganda samimiylik, ishonch mustahkam bo'ladi. Endi shu 4ta shartidan bajarilmay qolsa yoki bo'lmasa aksi bajarilsa, ya'ni kushandalari bor. Masalan, rostgo'ylikning kushandasi yolg'on aralashdi. Yoki bo'lmasa ishonchni aksi ikkilanish, shubhalanish aralashdi. Erkinlikning kushandasi tobiylik, qaramlik aralashdi. Anglab yetmadi, insight sodir bo'lmadi, diagnostikani, davolash jarayoniga nisbatan anglash yetishmadi, ya'ni anglab bajarilishi kerak edi, anglay olmadi. Ana shu 4ta shartini kushandasi bo'lsa, bajarilmasa 4ta shart, demak ishonch sharti bajarilmagan hisoblanadi. Shuning uchun shifokor bilan bemor o'rtasida ittifoq tuzilishi kerak. Ya'ni bu alyans deyiladi. Ana shu terapevtik ittifoq ham deyiladi. Terapevtik ittifoq bemorning tuzalishiga sabab bo'ladi. Demak, hammalaringizga mustahkam tuzalishga mustahkam ishonch tilab qolaman. Sog' va omon bo'linglar.